Assalomu alaykum. Bugun PDF formatdagi fayllarni hajmini siqishni o'rganamiz. Buni onlayn qilsa bo'ladi. Hech qanaqa qo'shimcha dastur kerak emas. Xo'p, buning uchun mana deylik, bizda faylimiz bor. Bu yerda faylimizni qaraydigan bo'lsak, hajmi 2575 kilobayt ekan. Xo'p, mana shu faylni hajmini siqishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun Google ga kiramiz. Google da PDF kompressor deb yozsak, ya'ni PDFni hajmini siqadigan saytlar chiqarib beradi. Ko'p. Ya'ni birinchisiga kirdim hozir men. Birinchisiga kirib, biz faylni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi faylni hajmini siqmoqchi bo'lsak, o'sha faylni tanlaymiz. Xo'p, undan so'ng kompressor tugmasini bossak, tayyor. Endi 2.51 kilobaytdan 432 kilobaytga aylantirib berdi. Mana endi yuklab olsak bo'ladi. Faylni bemalol mana ochib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, mana ochib ko'ramizda, buni sifatini solishtirib ko'ramiz. Xo'p, sifatda o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi? Deyarli biz ko'zimiz bilan uni sifatini o'zgarganligini anglay olmaymiz. Juda katta farq bilan chiqmaydi. Mana hozir mana bu originalda o'sha 2500 kilobayt fayl, mana bu esa hajmi siqilgan fayl. Xo'p, uni juda ham kattalashtirsak balkim sezilishi mumkin, lekin juda kattalashtirgan paytda ham deyarli sezilmayapti. Hech qanaqa katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Ya'ni yaxshi hajmini siqib beradi. Xuddi shunday qilib siz ham Google ga yozib, ixtiyoriy saytdan, mana bu saytlar ham ishlasa kerak, o'shalardan ham hajmini siqsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling.